Qaroqchoy uchun 10-marotaba supermarketga keldik. Aka sut ham berib yuborasiz, ha? Ya, Cho'chi Abdulloh, nima qilasiz? Bizni aziz qadrdonlar juda yaxshi bilishadi. Qilayotgan ishlarimiz barchasini ochiq-oydin qilamiz. Sifat qadrlaganlar uchun sut do'konimizdan bir iltimos tushdi. Men o'zim ham niyat qilganman, barcha narsani ro'y-rost, pokiza o'rnatigan mahsulotlarni reklama qilaman deb. Shu Zamzam ruletka xaridorlari, o'zini mijozlari juda ko'p. O'zim dildan aytib berishgan narsalarni eshitib reklama qilgim keldi. Pokiza urinishlari, achchilgan, chaqilgan tuxumni sotib olmaymiz, haqiqiy tuxumni olib, yub ishlatamiz, pokiza urinamiz deyishgani uchun ixlos qilib shu narsani reklama qilib berishga qaror qildim. Bu okalarni o'sha sezonlari boshlandi. Magazinlardan kim qidirmoqchi bo'lsa, o'zini magaziniga sotib olmoqchi bo'lsa, nomerlarni opsiyasida qoldiramiz. Operator yaqinroq kelasiz. Rashmilk sariq yo'qlarda bo'ladi. Ishonchli. Xudo xolasa, meni o'zimni katta niyatim haliga yolg'on emas, chin, sifatli narsalarni reklama qilish niyat qilganmiz. Xudo xolasa, bu birinchi ishlarimizdan. Biz auditoriya bizni kuzatishining sababi ham hamma narsani ochiq-oydin aytganimiz uchun. Shu sut marketdan ham topishingiz mumkin. Aloqaga chiqib, o'zingiz uchun sotib olishingiz mumkin. Do'koningizga buyurtma berishingiz mumkin.